Assalomu alaykum deymizda bir deganda keling yo'llarimizni yaqinlarni qarshi olamiz. Avvalo bugun sizlarni ham chin yurakdan tabriklaymiz. Endi biz salom alaykum o'tganimizdek bugun ajoyib o'zlari uchun yaqin bo'lgan insonlarning baxtli onlariga sheriklar va shu bilan birga aynan ularga bugun baxtli onlarda quvnoq va yoqimli tilaklarni izhor etishlarini nasib qilib turibdi. Kelinimizning onasini, ya'ni singlimizni birinchilardan bu tilaklarga taklif qilamiz. Singlimiz chunki bugun mehmon sifatida qatnashyapti, unga qarab kuyovimizning do'sti o'ylaymizki yanada tilaklarni boyitib turadi. Marhamat. Ularga baxt, saodat, kelgusida ishlarga baxt, saodat tilaymiz. Dugonajonim, seni chin qalbimdan tabriklayman. Baxtli bo'lgin ilohim. Rahmat singlimizga mana shunday tilaklar uchun tashakkurimizni bizdan bildirib qolamiz. Demak, tilaklar yana davom etadi. Barcha kuyovimizni do'stlari nomidan kuyov jo'rani tilaklarini, bir so'zlarni birga tinglaymiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugungi to'y tashanani sababchilari bo'lmish Otabek do'stim va kelinimiz bo'lmish Mahmudoraning nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, do'stim 99lar sinfdoshlarim nomidan senga baxt, omad tilayman. Kelgusi niyatlaring, kelgusi orzularingda yonma-yon bo'lishlik nasib qilsin. Xudo xolasa kelasi yil 5 to'ylarda, xizmat to'ylarga kelib, xizmatingda bo'lish nasib qilsin. Menga orzularing bo'lsa, ota-onangning baxtiga, elimizda, xalqimizda baxtiga doim sog' bo'lgin. Orzu-havaslarni ko'rib yurish nasib qilsin. Do'stim, sog' bo'l. Senga va baxtli, shirin farzandlar nasib aylasin. Rozi bo'lgin do'stim. Do'stligimiz qiyomatli bo'lsin. Sog' bo'lgin. Rahmat deymizda mana shu chiroyli tilaklar uchun ofarin deb, endi barcha yoshlarimizni davraga chorlab, shu qo'shiqlarga yana beramiz.